Ronaldo yoki Messi? Xuddi shu savolni Andres Inyestaga berishdi. Uning javobidan so'ng aniq hayratda qolasiz. Inyesta faoliyatining katta qismini Barselonada o'tkazgan. U 18 yil davomida ispan klubida to'p surgan. Bu davrda Leo Messi bilan ko'p vaqt o'tkazgan va unga gollar urishiga yordam bergan, ammo Inyestaning so'zlari ko'pchilikning hayratiga sabab bo'ldi. U shunday javob berdi: "Men Messini hurmat qilaman. U futbol afsonasi, lekin Cristiano Ronaldo undan ancha ustun. Messiga porlash uchun yaxshi jamoa kerak, ammo Cristiano Ronaldo kichik o'yinchilarning ham imkoniyatlarini ochib bera oladi. Ronaldo, Benzema, Higuain, O'zil kabi futbolchilarning porlashiga katta sababchi bo'lgan. U maydonda haqiqiy yetakchi va vaziyatni o'zi o'zgartira oladi. Krish qaysi jamoada o'ynamasin, har doim porlaydi. Tasavvur qiling, agar Messining karyerasi Ronaldo kabi bo'lganida, uning nomi hattoki tanilmagan bo'lar edi. Messini qanchalik hurmat qilmay, yaxshi ko'rmay, mening Cristiano Ronaldo ko'proq hurmatga loyiq", deydi Barselona afsonasi. Xo'sh, sizningcha qaysi yaxshiroq, Ronaldo yoki Messi?